Hammaga salom do'stlar, YouTube kanalımda ko'rib turgandan xursandman. Xudo xolsa shunday videolarni sizlarga ko'p tayyorlash istagim bor. Like, kommentlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman do'stlar. Bugungi mavzuyimiz shu yangi treyderlar, ozgina shogirdlarimiz ko'payadi, bu sohaga qiziqish ortib boryapti do'stlar. Xudo xolsa men o'zimni shogirdlarim va sizlarga o'zimni maslahatlarimni beraman bu videoda. Oxirlarini tomosha qilinglar, xudo xolsa foydali bo'ladi. Do'stlar, mendan ko'p shogirdlarim so'raydi, уже bizlar 500-600 shogird bilan ish ko'rgandan keyin har xil hodisalar bo'ladi, shu suhbatlarni olamiz, to'g'ri yo'llarni ko'rsatamiz shogirdlarimizga. Bu eng populyarniy savollardan birisi shu ota-onalar tomonidan yoki shu shogirdlarimiz tomonidan keladi. Qanday kompyuter olaylik, notebook olaylik do'stlar. Notebook masalasini to'xtalgan bo'lsak, mana o'zim shu Huawei kompaniyasidan olib ko'rman, Windows 10 masalan, mo'shni meni ishlarim uchun ajoyib. Bizlar o'zi programmist emasmiz, montajyor emasmiz, bizlar bir krutoy kompyuter bunday bir shart emas. Shu hozirgi kunda ofisning kompyuterlar masalan 3,5-4 milliondan olib turibdilar. Shu Lenovo IdeaPad deganlar bor, HP'lar, Acer'lar yaxshi do'stlar. Shulardan ham planlashtirib ko'rsanglar bo'ladi. Endi byudjetlaringizga qarab mana zo'rroqlari 5-6-7-8 million ketaveradi kompyuterlar bilasizlar. Shuning uchun aynan именно mощности bo'yicha biz qarab o'tiribmiz. O'zlaringiz shu byudjetlaringizda sizlar shu Google Surfinglar, MetaTrader'larimizni ko'tarsa, xudo xolsa, bu yerdan ishni davom ettiraveramiz. Qachon savdoni boshlash kerak? Do'stlar, qaranglar, sizlar o'zlaringiz yine demo hisoblayapsiz. Demoda trenirovka aytinglar. Bu yine real bozor. Sizlarning pullaringiz haqiqiy bo'lmaydi, no, bu yerda hammasi real. Masalan, shu tashiyacak pullaringizni $1000 tashiyacaksınız, $1000 demo oching. 3 kun, 4 kun, 5 kun, 10 kun ana savdo qiling, ko'ring, natijani ko'ring, nechik bo'ladi. Kisangizdan shu pulni tashlaganingizda nechik hodisa bo'ladi. Shu narsalarni test qilib, trenirovkalar qilib, ana o'zingizda uverenlikni oshirib, uveren bo'lasiz, bir aytib o'tirgan ishingizda shu narsadan men amallab qilaman degan vaqtingizda ana XMdan hozirgi kunda hisob ochsanglar 100% lik bonus bor do'stlar. Pastda linklarni qoldiraman, o'tib turib, bemalol registratsiyadan o'tsanglar bo'ladi. Uzkart ximodan pul tashlaysizlar, uzkart ximoga yechib olaverasizlar. Bu novichoklarga yaxshi yeri do'stlar, ammo 100% lik bonus. Hech qanday shartlarsiz. Уже движенияларыңызды aytasizlar, bu yerda pullaringizni yechib olaverasizlar, proporsional bonus aqim bo'lib boraveradi. Sizlarga hech uni minusi yo'q, plusi bor. Masalan, shu $100 tashlab qo'yibsiz, 100% bonus bilan $200. $200 minusdan chidaydi balans degan. Shu narsalarni men o'zim shogirdlarimga taklif etaman. One limiterli narsa $500 deb beradi sizlarga. Shu masalan 50 tashladingizlar, 50 qo'shildi. $450 bonusingiz qoladi. Yana ishlatib biladi. Shunday prinsipda ishlaydi do'stlar. Qancha bilan, necha so'm bilan real hisobda ishlash kerak do'stlar. Любой biznesda sarmoya muhim. Masalan, tasavvur eting, siz Turkiya barizdan $100 lik gimga chekayotganingiz. Bir de $150-200 satasiz. $1000 satamaysiz buni. Xuddi shunday ishlaydi bu narsa. Bu shunday tadbirkorlik, bu biznes. Sizlar shu sarmoyalaringiz qanchalik ko'p bo'lsa, siz risklarni kamaytirib, chiroyli bir savdolarni amalga oshirib bilasiz. Ana kapital yo'qmi? Men bilasizlar, prop trading nima? Pastda yozib chiqadi, proptrading.uz deb kirsanglar, o'sha saytimiz ham ishga tushib qolgan bo'lishi kerak. Videomiz chiqquncha xudo xolsa, o'g'li proplarni narx-navolari, shartlari hammasi bilan danishib, ana zaявка berib, покупка boshlayverasizlar ishni. O'zi depozit masalasini yana to'xtalgan bo'lsak, kisangizdan tashlab realda ishlaydigan do'stlar $50, $100 berib bozor uchun pulamaysiz. Bu yerda risklarni asoslanma bo'yningizga olib, shu tajribangizdan kelib chiqib siz ishlasangiz-ku, sal bo'lar masalan, scalping rejimlarida ishlaydilar. Kuni-kuniga endi o'zlarimiz ham ishlab turamiz masalan, bunday narsalarni shu bilamiz. Masalan, katta risk, pulimizni yo'qotib qo'yishni ham tayyor turamiz, katta foyda olib kelishni ham tayyor turamiz. Shunda deb o'ylaring bo'lganimizdan keyin ishlab ko'ramiz bu rejimlarni. Shuning uchun iloji bo'lsa ana sarmoyani tiklashni, kapitalni tiklashni g'amini ko'rish kerak do'stlar. Bizda yana shogirdlarimizga o'zim tavsiya etadigan narsa aytadigan narsam $300 pul topilgan sohadan deyman, oyina. Proporsional o'lchab ko'rish kerak-da do'stlar bu narsalar. Masalan, shu $10 pul uchun birov ofitsiant bo'lib bir kun ishlaydi. Siz yana bir сделкада topsangiz, bu ajoyib narsa. Shularni qadrini yetib, masalan, musofirchilikda yurganingiz yo'q, boshqa aytib yurganingiz yo'q, birovning xizmatida yurganingiz yo'q. Ota-onangizning oldindasiz, uydasiz, chiroyli bir za chashka kofe dedi-ku. Shuning uchun hamma narsaning qadrini yetib, do'stlar, beda pul bor, sohada pul bor, balandparvoz bize emotsional hisob-kitoblarni aytadigan bo'lsak, ko'p hollarda bizani shu minus olib keladi. Bu bilan biz faqat brokerni boyitamiz do'stlar. Shuning uchun stabillikka intiling, kapitalingiz yo'qmi, propda ishlang,
50 ming, 100 ming dollarlik probni olib, ana 1 oy, 2 oy mehnatingiz ketsa shu narsaga, so'ng ana mevasini yeng. Prob kompaniyalarda даже karyerniy rost degan narsa. Siz masalan shu bir kvartal deydi. 3 oy siz shotingizda pul ishlab, pribilda yursangiz bo'ldi. Sizni shotingizni 2 barobar etib beradi kompaniya. Bu scaling plan deb aytiladi do'stlar. Bu narsalarga intilish kerak ekan. 1 yil ichida do'stlar $1 million borib qoladi. O'sha $1 million kapitalim bor degani bu. Daholasi yana shogirdlarimiz shu narsalarga intilib turibmiz. Sizlar ham shu narsani o'zlaringiz uchun maqsad qo'ying. Masalan, shu oddiy sartarosh bo'lajaqmisizlar, yo boshqa kasb egasi bo'lajaqmisizlar, yuristlar qo'yamiz, to'g'rimi? 5, 6 oy, 7 oy, 8 oy, 1 yilda tajribasini, optini olib, o'sha paqa ishlab boshlayman deyincha. O sartaroshga shogird tushganingizda ham siz planlaysiz, ertaga shu ustozimdan zo'r o'rganaman, o'zimdan zo'r etib turib xizmat ko'rsatadigan sartaroshxonamni ochaman, barber shopimni ochaman deb planlaysiz. Bu sohaga kiradirmisiz tradingga? Bunda ham shu plan bor. 1 yilingizni planlang, yarim yildan keyin chiqib bo'ladi. Hammasi reja bilan borsa, ajoyib bo'ladi. Uni yoshlar ko'p qiziqib turibdi, ota-onalar olib keladi, boshqa aytadi. Birinchi aytajak gapim pulga qiziqman buni. Nechun desa, sohani o'rganish kerak. Hali yosh u bola, hali uydagilar pul topib turgani yo'q uni. Sohani mo'shni o'rgansa, ertaga bu bolani durar yeri bo'lmaydi hisoblanadi. Bu soha tendensiya bo'yicha juda ham rivojlanish davrida. Hali ishini shogirdlarimga aytaman-ku, prob kompaniyalar bor-ku. Shu prob shotlarni olasizlar, to'g'rimi? Ertaga hali 1-2-3 yillikda prob kompaniyalar sizlarni Dubay, Finlandiya, Germaniya chaqiradi, ofis beradi, shot beradi, ana ishlatadi sizlarni. Bunun uchun nima kerak? Bizda soha bo'yicha yetarlicha tajriba va bilimlar kerak do'stlar. Shuning uchun aslida qisdan men boravering, $100 ni 1000 etmay, 1000 dan 100 toping. Problardan yechik ana. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ko'pchilik trade etadi. Men ko'chada ko'rsalar ham shu sarlar ham nima shu $100, $200 o'zlari XM'dan yo markasdan shot ochadilardan движениеda jackpot ko'radilar, tushunarmi? Endi xuddi shu narsalarni shu bratlarimiz, shu ukalarimiz ozroq bo'lsa ham tushuncha bilan ishlashini chiqib bo'ladi. Hamma narsani bilib, tushunib ishlash kerak. Hozirgi kunda voобще tushunmaydir sohaga kirganlar mashinniklar uchrab turibdi. Ya'ni shu broker mashinniklar bor, sizni shu imенно tashagan pulingizni nima deydi? Uxlatish maqsadida ochilgan. Siz bilan telefonlashadi, telefon aytadi, litsenziyalarni yuboradi, hamma narsasini yuboradi, kredit berdim sen odamga deydi, shantaj etadi oxirida sizga pul tashlab boshlamasa. Bunday holatlarni do'stlar 100-200 danasini ko'rganmiz. Men shu qabulga keladilar, ko'rsatadilar, polni hammasini tushuntirib beraman. Odamlar 600-700 millionlab o'tirib bergan odamlar. Mashinnik yuristlar. Sotib olib turibdi yerda, pulni qaytarib beramiz, $150 ming qaytarib olasan. Bunday temalardan do'stlar yiroq bo'ling. Hayotda bo'lmagani kabi bu yerda ham tradingda oson pul yo'q. Hamma narsa mehnatimiz, sabrimiz, shu aql zakovatimiz evazidan keladi do'stlar. Hech narsa yapmasangiz qaydan siz $150 ming birov tashlab beradi. Shuning uchun hamma narsani hisob kitob bilan. Birinchidan broker umuman sizga telefon aytmaydi. Bir marta telefon qolib so'rashi mumkin. Nechun pul yechatirsan, qachon pul tashiysan, qachon sell ochasan, qachon buy ochasan demaydi. Bu sizlarning mashinnik brokerlari sizlar bilan polniy svязda bo'ladi. Agar hozir sizda shunday holat bo'lib turgan bo'lsa, уже stopini bering. Agar dim yo'g'i gipnoz etib tashlagan bo'lsa, sizlarni давайте bizlarga tashlanglar, biz yana sizlarga 100% lik informatsiyani aytib beramiz. Bilasizlar, kiber xavfsizlik bo'yicha o'zlarimizning tushunchalarimiz bor, nima deydi, faoliyatimiz bor. Shuning uchun bu masalada juda ham ko'p murojaatlarga egamiz. Sizlar ham ehtiyot bo'lishga chorlayman do'stlar. Bunday osmondan uchirib bergandan pulimizni o'sha yaxshi narsalarga oilamizga ishlatganimiz 1000 marta yaxshi. Yana yangi boshqa maslahatlarimni beraman. Do'stlar, bu oltin. Elimizda grafik, sell va buy bor. Demak, qarang, biz hech narsani bilmagan holda bizda 50-50% bizda. Ya'ni shanslarimiz, imkoniyatlarimiz 50 ga. Endi nima bo'ldi? Biz shu texnik analizlar, fundamental tahlillar, risk menejmentlarni qo'llagan holda o'zlarimizda 50%imizni 70, 80, 90% dan olib borib bilamiz. Muvaffaqiyatimiz. Bu yerda oddiy instrumentlar bor do'stlar. Masalan, shu ko'pchilik foydalanadi, ko'pchilik bu narsadan pul topadi do'stlar. RSI. RSI'ning indikatorlar bo'limidan o'rnatasizlar. Bizda yana 0 dan 100 ga teng bo'lgan bu yerda grafik bor. Bu indikatorlar bozorni o'zini dilida tushuntirib beradi bizga. Qarang, masalan, oddiy bir life hack aytaman. RSI nuqtalari 70 ga borsa, o'sha sell pozitsiyaga kirish kerak. Ko'rib turibsizlar, sell ketgan. RSI nuqtalari 30 ga borsa, o'sha buy pozitsiya boshlanib turibdi degan. 70-30 ni
nima deydi, fokuslaringizni o'shanglar, bu meni oddiy elementar narsa. 1-2 marta sinab ko'ringlar demoda. Mana keyin aslan o'sha real hisoblaringizda ishlatsanglar bo'ladi. Elementar narsalar masalan. Shuning uchun aytaman, bilimlarimizni oshirishimiz kerak do'stlar. Bu sohada bunday instrumentlar juda ham ko'p. Men даже Xorazm Forex kanalimda sizlarga bir ajoyib instrument tashab qo'yaman. Besplatный. Eğer sotilgan $50, $100. Sizlarga полный Fibonacci urg'ulan zonalarni o'zi tashab beradi avtomatik. Nereden buy achish kerak, nereden sell achish kerak ko'rib o'tirasizlar. Xorazm Forex'da giringlar, fayllar bo'limini o'tinglar. Xorazm Forex X4 degan fayl bor. Shuni даже YouTube kanalimda o'rnatish videosini ham ko'p sizlar uchun. Shunday instrumentlardan foydalanib, aslida o'sha tajribamizni, optimizni oshirishimiz kerak. Narx-navoni yodlaringizda tutib yuringlar har doim. Masalan, hozir oltinning narxi $3328. Ertang masalan nechik bo'ladi? Shu analiz etdingiz, screenshot etib qo'ying. 1-2 soatdan keyin kirib ko'ring, analizingiz to'g'ri keldimi? Shunday bir trenirovочный momentlarni aytsangiz, o'zingizda bir ishonch ortib boraveradi bozorga nisbatan. Hozir ko'pchilik ishlatib turibdi, time frame'larda masalan 1 soatlik time frame'da yana yuqoriga yetib qo'yadi. O yuqoriga ketadiganlikdan $50, $100 pul bilan giradi. U 5 minut, 10 minut, 1 minutlarda korreksiya zonasida kelgan bo'ladi. Men ochdim, pastga ketib qoldi deysizlar-ku. O'sha kichkina time frame'da pastga tushadigan zonasida gap qoladi. Bozorda do'stlar pul ko'p, yana aytganim. Sizlar qaranglar, masalan, ko'pchilikda bo'ladigan holat bu foydani yechmaydi. Topilgan foyda eBayda raqam bo'lib qolmasa, uni yechinglar, kartaga chiqsin, oilaga ishlating, kerak narsalarni ishlating. Masalan, shunday holatlar bo'ladi, $100 pulni $200-300 topadilar, yana dальше. Yo'q, хотя бы sarmoyani yechib olib, $100 ni o'sha bilan yana sayr spokойнейsiz. Emotsional holatingiz yaxshi, psixologik holatingiz yaxshi. Aslida dальше bosilaveradi. Eng globnisi do'stlar, yaxshi niyatda bo'lish kerak. Shu osdan bismillah deb bir ish sizlarni, yaxshi bir emotsiyalarni, energiyalarni bersanglar, sizlar ham shunday pozitiv energiyalarni beradi do'stlar. Xudo xolsa, hammangizning ishlaringizga omad tilab qolaman. YouTube kanalimdan uzoqlashmanglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolsa, men ham o'z tomonimdan sizlarga foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib boraman. Instagram kanalimda hozir shu planshetni do'stlar o'ynab turibmiz. Xudo xolsa, bemalol trade etib, YouTube etib, surfing etib ishlataverasizlar. Postda 5 dana do'stlaringizni belgilashlaringiz kerak, storieslaringizga qo'yasizlar va maksimalni shu do'stlaringizga ulashasizlar, repost etasizlar. 20-iyunda xudo xolsa planshet g'olibini, sovrindorlarini aniqlaymizlar. Trade'laringizga muvaffaqiyat tilab qolaman. Har qanday murojaat bo'lsa, bizning Xorazm Forex akademiyamiz tayyor do'stlar. Hozirda shu 16 yoshdan 21 yoshga bo'lgan shogirdlarimizga $300 aksiyamizni e'lon etib qo'yibmiz. Ikkinchi potok shu do'stlar, talablar juda ham ko'p bo'ldi. Hozirda xonalarimizni chetga tuzishtirib turibmiz, yaxshi mebellar bilan shu bolalarimiz, do'stlarimizga qulay bo'lsin deb dars jarayonlarini. Undan shartnoma ochganmiz. 1-iyuldan darslari boshlanadi do'stlar. Xudo xolsa, bemalol kelib $300 dan yozilib, o'zlaringiz joylaringizni band etsanglar bo'ladi. Hammaga omad. YouTube kanalimda keyingi videolarda ko'rishguncha.